o'sha Avenue K bilan Coney Island. Mashina shundoq kelganda, mana shu magazin. Shahina degan magazin. Mana shu butik kelib, bundoq kelib, ham double parking qilib, ishtirok deb ketilaveradi. Bu ayollarni abaya, dubaya degan narsalari bor ekan. Bular mana shunaqa kiyimlar sotiladi. Hammasi kачествоda, anaqa ikkitaliklar, dvoyka deyiladi. Har xil narsalar bor ekan bu yerda. Mana shu kesanglar, mana skidkalar ham bo'ladi. Opa, skidkalar ham qilib turasiz bu yerda. Bor ekan skidkalar. Samarqandlik, Toshkentlik hammalar kelib olib turadi bu yerda. Shahina degan magazinning nomi. Mana bu yoqda ham mana вечерний deysizmi, o'tirishgami, to'ygami, hamma narsa bor. Kiyim-kechaklar, jenskiy, основной, hammasi narsa jenskiy bu yerda. Mana. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? Charchamasdan? Rahmat. Tinchmisiz? Xudoga shukr. Qalay bizneslar bo'lyaptimi? Asosda xudoga shukr. Opamiz mana ismlari Zilola ismi. Zilola opala. 13 yil bo'ldi kelganimga. Amerikaga 13 yil bo'lgan kelganlariga mana kichkinagina biznes qilib mana Allohning anaqasi bilan sekin ishlayaptilar. Allohga behisob shukr. Ha, asosda. Opamiz mana tillari ham bor. Opa, bu tillar qayerdan opa? Turkiyadan, Bakudan olib kelamiz. Turkiyadan, Bakudan, hammasi toza tillar. Toza tillar. Hammasiga javob beramiz. Javob beramiz. Ana, mashinadan kelib biz ham tilla olib turamiz orada. Bugun ham men ham kelgan edim. Tilla olishga. O'sha birato'la shunda video qilay dedim. Kimgadir qiziq bo'lsa, Xudo xolasa. Opa, qalay endi ishlar? Savdolar yaxshimi? Savdolar bo'lib turibdi. Marhamat, kelinglar, xursand bo'lamiz. 13 yil bo'ldi kelganingizga. 13 yildan beri. Opa, sirazi kelib bilan magazin ochganmisiz? Yo'q, albatta, avval xo'p ishlaganmiz. Ishlagansiz? Xamatenda bo'lib ishlaganmiz. Keyin mana bir 5-6 yil bo'ldi ochganimiz. Magazinni ochgan 5-6 yil. Sekin-sekin, ha? Musulmonchilik asta-sekin degandek. Amerikaga kelib sirazi boyib ketmaydi odamlar. Yo'q, albatta ishlash kerak. Ishlash kerak. Kechasi kunduzi albatta ishlab keyin. Men bilaman, opa, mana shu xizmatda 18 soatlab ham ishlaydigan ayollar bor, ha? 24 soatlar ham ishlab keyin. Ha? 24 soat ham 24 soat ham ishlaydigan ayollar ham bor. Mana opamiz mana sekin shu narsani orqadan halol yo'llar bilan mana tinmay ishlab orqasidan ega bo'lishdi. Ularda orqasida qancha mehnat turibdi albatta. Osonlikcha erishmagansiz. Xudoga shukr. Xudoga shukr. Oilani mana shunaqa qilib harakatdasiz, opa. Harakatda. Opalarimiz mana tillardan bir ko'rsatay. Mana bular hammasi shu Turkiyaniki, Bakuniki bular. Mana bu sariq tillarmi? Sariq tillalar bular nima dubayskiy deyiladi, lekin baribir Turkiyadan olib kelamiz. Tillarning narxlari ham sizda arzon ekan, qolganlarga qaraganda. O'shancha sizni tanladik. Bular brilliantlar, to'g'rimi? Brilliantlar. Mana qaranglar, ko'ringlar. Tillarga qiziqasizlar baribir. Mana opa, tillarning grammi necha puldan bu yerda? Gramlarini hozircha 85-90. 85-90 dollardan grammi. Izyalar bor ekan, mana bu yerda brasletlar bor ekan. Chiroyli narsalarimiz bor. Yana kim nima zakaz qilib bersa agar olib ham kelib. Zakazga ham olib kelasiz. Любой время, manzil masjidda. Men endi bilganim siz bizga misol uchun nasiya ham qilib berasiz. Keyinchalik tanish bo'lgandan keyin realizatsiyaga ham beradilar, opa. Alaykum assalom. Sog' bo'linglar, opa. Mana rahmat, kichkinagina videocha qildim. Keyin ko'rsatuvimizda to'liqroq sizdan hali suhbat olaman, intervyu. Nasib bo'lsa. Xudo xolasa. Sizga sizni ham omad. Rahmat. Salomat yuring. Sog' bo'ling. Rahmat, opa. Ha. Bu tilla magazinda yana bitta sekretli joyi bor ekan. Bu yerda assalomu alaykum. Charchamasdan tinchmisizlar? Rahmat. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Keling, rahmat. Qalaysizlar? Rahmat. Bu yerda manikyurni salon ochganmiz. manikyurni salonlari bor ekan bularni. Shular bilan shug'ullanasizlar. Ha, qosh teramiz. Qosh terasiz. Kiprik qilamiz, ha. Quloq teshamiz. Oho. Shunaqa. Молодцы. Rahmat. Amerikaga qancha bo'lgan kelganingizga?
7 yil. 7 yil. Shu hozir shu ishni qilasiz, davomiyli. Ha. Молодец. Ana ayollarga ish desa, mana ayollarga ish ham bor. Ha, keling. Ha? Hamma kelsin. Ha. Kelsin, hamma kelsin. Ha. Mana bular ko'ngli keng ekan, Amerikaga kelaversin deyapti. To'g'rimi? Ha, rahmat. Hop, sog' bo'linglar. Nima qilsa mana shu yerga kelaverasizlar. Bu yerda mana opamiz mana shu yerda shug'ullanar ekanlar, nima bilan? Ha, mana endi. Hop, sog' bo'ling. Mana endi siz qochib turavering, opa. Opamiz qilib bor ekanlar, anaqa xijolat bo'ldilar, mana kiyimlar.